Ya qudam. Ha, xudo qalaysiz. Charchamayapti, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Kamchilik bo'lmayaptimi? Ha, yo'q. Menga qarang. To'y yomon emas, yaxshi. Yaxshi. Men endi borayin. Ya, endi unaqa qilmang. Yoshlarni o'zi. O'zi sizni yo'qlab chaqirib olish o'zi bo'ladi. Hozir kirib o'tiring, hozir storingiz yaxshi bo'lmaganmi deyman, turibsiz birpasda. Birpasda o'tirib turing, hozir kiraman men ham. Menga qarang. Ko'ring, hamma o'zi bilan o'zi ovora. Men keta qolaman. Ya, unaqa qilmang. Qudam unaqa bo'lmaydi. Kirib o'tirib turing, biz hozir eng qiziq joy endi boshlaymiz. Hozir kiraman men. Kiravering. Xo'p, mayli. Sen bo'lmasang boshqasi. Ha, tejmi, yaxshimi hammasi? Ha, yaxshi hammasi joyida. Choy boylay qarayapsizmi? Ha, qaravmi xudo. Ha, bo'ldi. Ha. Menga ruxsat bering, men keta qolyapman. Ya, qanaqa ruxsat? G'ozani katta qudam chiqib keldi. Ustol yaxshi emasmi deyman. Choy boylardan xabar oling. Keyin ketasiz, ishingiz qolmaydi. Boring. Hop. Ketib qolish bo'lmasin-a? Bo'ldi. Hop bo'ldi. Bunaqa unaqa bo'lmaydi. Mana hozir ikkita qudam bor. Bittasidan qiz olganman, bittasiga qiz berganman. Topinglarchi, qaysi biri qaysi qudam?